Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi videomiz har bir nafaqaxo'r uchun, ayniqsa nogironlik nafaqasini oluvchilar uchun hayotiy ahamiyatga ega. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz, oilangizda shunday insonlar bo'lsa yoki yaqinlaringizda shu toifadagi fuqarolar bo'lsa, bu ma'lumotni oxirigacha diqqat bilan tinglashingiz shart. Ertaga sizni qandaydir komissiyaga chaqirishlari mumkinmi? Kimlar xavf ostida? Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Buni ho'zroq bilib oling va tayyor turing. Ishonchim komilki, bugungi videoda aytiladigan har bir so'z sizni ko'plab muammolardan qutqarishi mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Zero bu sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhimdir. Muammoning mohiyati, oldin qanday edi va hozir nimalar o'zgardi, keling. Avvalgi holatga bir nazar tashlaylik. O'tmishda nogironlik nafaqasi tayinlash jarayoni ko'pincha murakkab va ba'zida shaffof bo'lmagan usullar bilan bog'liq edi. Ko'pincha nogironlik guruhini bir marta olgan shaxslar, agar ularning holati yomonlashmasa yoki o'zlari murojaat qilmasalar, qayta tekshiruvdan o'tkazilmasdilar. Ba'zi hollarda hatto sog'ayish belgilari kuzatilganda ham qayta ko'rikdan o'tish zarurati unchalik qat'iy talab qilinmasdi. Bu holat, afsuski, tizimda ba'zi bo'shliqlarni yuzaga keltirgan va ayrim fuqarolar vaziyatlardan kelib chiqib nogironlik nafaqasini asossiz ravishda uzoq muddat davomida olib kelishlari mumkin edi. Shu bilan birga tibbiy mehnat ekspert komissiyalari TMK faoliyatidan shaffoflik yetishmasligi, ba'zi hollarda korrupsion holatlar yuzaga kelgani haqida jamoatchilikda fikrlar mavjud edi. Qog'ozbozlik, byurokratik to'siqlar va axborot almashinuvining sekinligi ham vaziyatni murakkablashtirardi. Pensionerlarning hayoti va sog'lig'idagi o'zgarishlar haqidagi ma'lumotlar tegishli organlarga o'z vaqtida yetib bormasdi. Bu esa davlat budjetidan mablag'larni maqsadli sarflanishini nazorat qilishni qiyinlashtirardi. Hozir esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Davlatimiz ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish, nogironligi bo'lgan shaxslarga ko'rsatilayotgan yordamni aniq va adolatli qilish, shuningdek davlat budjeti mablag'laridan foydalanishda shaffoflikni ta'minlash maqsadida qator islohotlar olib bormoqda. Birinchi navbatda raqamlashtirish jarayonlari jadal rivojlanmoqda. Hukumat ma'lumotlar bazalarini birlashtirib, fuqarolarning sog'lig'i, mehnat faoliyati va ijtimoiy holati haqidagi ma'lumotlarni tezkor almashishni yo'lga qo'ymoqda. Bu degani, endi sizning tibbiy tarixingiz, ish stajingiz, daromadlaringiz va boshqa muhim ma'lumotlar turli idoralar o'rtasida avtomatik ravishda taqqoslanishi mumkin. Misol uchun, endi pensiya jamg'armasi va bandlikka ko'maklashish markazi, shuningdek tibbiyot muassasalarining ma'lumotlar bazalari o'zaro integratsiyalanib, fuqaroning haqiqiy holatini aniqlash imkonini bermoqda. Bu o'zgarishlar nafaqat tizimni shaffoflashtirishga, balki nogironlikni aniqlash va nafaqa tayinlash jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan asossiz holatlarni bartaraf etishga qaratilgan. Hozirda agar siz nogiron nafaqasini olsangiz, sizning holatingiz avvalgidan ko'ra muntazamroq nazorat ostida bo'lishi mumkin. Sog'lig'ingizdagi sezilarli o'zgarishlar, ishga joylashishingiz, daromadlaringizning ortishi yoki yashash joyingizning o'zgarishi kabi omillar pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya agentligining diqqatini tortishi mumkin. Bunday nazorat bir tomondan mablag'larning adolatli taqsimlanishini ta'minlasa, ikkinchi tomondan haqiqiy muhtojlarga yordam ko'rsatish imkoniyatini oshiradi. Demak, komissiya chaqiruvi endi shunchaki rasmiyatchilik emas, balki sizning haqiqiy holatingizni aniqlashga qaratilgan jiddiy jarayon bo'lishi mumkin. Bu o'zgarishlar shuni anglatadiki, har bir nafaqaxo'r o'z huquqlarini bilishi va majburiyatlarga mas'uliyat bilan yondashishi lozim. Birinchi asosiy qism, nimani bilishingiz kerak? Kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasa ham bo'ladi? Bu savolga javob berish uchun sizning holatingizni bir necha jihatdan ko'rib chiqishimiz kerak. Bu yerda sizga eng muhim ma'lumotlarni beraman. Konkret misollar bilan tushuntirib beraman. Kim xavotir olishi kerak? 1. Muddatsiz nogironlik guruhini olganlar, ammo ularning sog'lig'i sezilarli darajada yaxshilangan bo'lsa, ba'zi kasalliklar, ayniqsa zamonaviy tibbiyot yutuqlari sababli davolanib ketishi yoki ancha yaxshilanishi mumkin. Agar sizga bir necha yil oldin muddatsiz nogironlik berilgan bo'lsa-yu, hozirda siz o'zingizni ancha yaxshi his qilsangiz, hatto oddiy mehnat faoliyatini boshlagan bo'lsangiz, demak siz e'tibor markazida bo'lishingiz mumkin. Misol, Jasur aka, erim yosh, 5 yil oldin murakkab yurak operatsiyasidan so'ng 2 guruh muddatsiz nogironlikni olgan edi. O'sha paytda u ishlay olmasdi. Biroq
so'nggi 2 yilda uning sog'lig'i sezilarli darajada yaxshilandi. U shifokorlarning tavsiyasiga ko'ra reabilitatsiya kurslarini o'tib, hatto uydan turib kichik bir biznesni yo'lga qo'ydi va daromad topa boshladi. Uning bu holati ma'lumotlar bazalarida aks etishi mumkin. Chunki u soliq to'lovchisi sifatida ro'yxatdan o'tgan. Bu holatda pensiya jamg'armasi uning holatini qayta ko'rib chiqishni talab qilishi mumkin. Ya'ni TMMga qayta ko'rikka chaqirishi mumkin. Maqsad uning sog'lig'i holati nafaqa olish uchun asos bo'lib qolaveradimi yoki yo'q, shuni aniqlash. 2. Nogironlik statusini olishda eski, shubhali hujjatlarga tayanganlar yoki hujjatlari aniq bo'lmaganlar. Ayrim hollarda, ayniqsa avvalgi davrlarda nogironlik statusi berishda ba'zi qonunbuzarliklar yoki hujjatlashtirishdagi xatolar sodir bo'lgan bo'lishi mumkin. Agar sizning nogironlik guvohnomangiz yoki TMM xulosangizda qandaydir nomuvofiqliklar, eski ma'lumotlar yoki shubhali ko'rinishlar mavjud bo'lsa, sizni ham qayta tekshiruvga chaqirishlari mumkin. Misol, Madina opa 65 yosh, ko'p yillar oldin, aniqrog'i 2000 yillarning boshida quloq eshitmasligi sababli 3 guruh nogironlikni olgan. Ammo uning TMM xulosasida kasallikning aniq darajasi, sababi va berilgan muddat bilan bog'liq tafsilotlar yetarli darajada ko'rsatilmagan. Hozirgi raqamlashtirish davrida bunday eski va to'liq bo'lmagan hujjatlar avtomatik ravishda tizimda qizil chiroq bo'lib yonishi mumkin. Bu esa pensiya jamg'armasi xodimlarining qo'shimcha ma'lumot so'rab murojaat qilishiga sabab bo'ladi. Utu ijtimoiy yordam nafaqalari oluvchilar, agar ular asosiy shaxsning holati o'zgargan bo'lsa, ba'zi nafaqalar, masalan, nogirini bor shaxsga qaraydiganlar uchun beriladigan nafaqalar asosiy nogiron shaxsning holati o'zgarganda qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Agar nogiron shaxsning sog'lig'i yaxshilangan bo'lsa yoki vafot etgan bo'lsa, siz olgan nafaqaning asosi yo'qoladi. Misol, Dilshod yarim yosh nogiron onasiga qaragani uchun nafaqa olib turardi. Onasining nogironligi juda og'ir edi. Biroq o'tgan yili onasi afsuski vafot etdi. Dilshod bu haqda darhol pensiya jamg'armasiga xabar bermadi va bir necha oy davomida nafaqa olishda davom etdi. Bunday holatda o'lim haqidagi ma'lumot fuqarolik hujjatlari axborot tizimi FEJT dan pensiya jamg'armasiga avtomatik ravishda yetib borishi mumkin va Dilshodni tushuntirish berish uchun chaqirishlari mumkin. Bu esa ortiqcha to'langan mablag'larni qaytarish majburiyatini keltirib chiqarishi mumkin. 4. Ro'yxatdan o'tgan manzili bo'yicha yashamaydiganlar yoki mamlakatdan tashqariga doimiy yashash uchun ketganlar, ammo nafaqa olishda davom etayotganlar. Agar sizning yashash manzilingiz pensiya jamg'armasida ko'rsatilgan manzilga mos kelmasa va siz bu haqda xabar bermagan bo'lsangiz, bu ham tekshiruvga sabab bo'lishi mumkin. Ayniqsa, agar siz xorijga doimiy yashash uchun ketgan bo'lsangiz. Misol, Gulnora opa 7 yosh Rossiyaga bolalarining yoniga doimiy yashash uchun ko'chib ketgan. Uning O'zbekistondagi pensiya kartasiga har oy pensiya tushib turardi va u buni yaqinlari orqali yechib olardi. Biroq xorijga doimiy yashashga ketganlik haqidagi ma'lumot pensiya jamg'armasiga yetib bormagan edi. Endi migratsiya xizmati va pensiya jamg'armasi o'rtasida ma'lumot almashinuvi yo'lga qo'yilgani sababli bunday holatlar avtomatik ravishda aniqlanishi mumkin. Gulnora opani tushuntirish berish uchun chaqirishlari yoki uning pensiya to'lovlari to'xtatilishini so'rashlari mumkin. 5. Nogironlik nafaqasi olib norasmiy ravishda ishlayotganlar. Ba'zi nogironlik guruhlari uchun ishlashga ruxsat berilgan bo'lsa-da, ba'zi ijtimoiy nafaqalar faqat ishlamaydigan fuqarolarga beriladi. Agar siz rasman nogironlik nafaqasi olib, shu bilan birga norasmiy ravishda daromad topayotgan bo'lsangiz, bu ham tizim tomonidan aniqlanishi mumkin. Ayniqsa bank hisob varaqlariga muntazam katta miqdordagi pul tushumlari bo'lsa. Misol, Temur aka 25 yosh, 3 guruh nogironligi bor. U rasmiy ravishda ishlamaydi, ammo qo'shimcha daromad topish maqsadida kichik ustaxonada norasmiy ravishda hunarmandchilik bilan shug'ullanadi. Uning mahsulotlarini sotishdan tushgan pul muntazam ravishda uning bank kartasiga tushadi. Pensiya jamg'armasi ushbu ma'lumotlarni soliq organlari va banklar bilan almashish orqali Temur akaning daromad mablag'ini bilishi mumkin. Bunday holatda unga nisbatan nafaqa berish qonuniyligi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Standart yoshga doir nafaqaxo'rlar. Agar siz yoshga doir oddiy pensiya oluvchi bo'lsangiz va qo'shimcha ijtimoiy imtiyozlar yoki nogironlik nafaqasi olmasangiz, sizni qayta tekshiruvga chaqirish ehtimoli juda kam. Sizning yoshingiz va pensiya stajingiz tasdiqlangan bo'lsa, siz xotirjam bo'lishingiz mumkin.
EQ qaytarilmas og'ir nogironligi bo'lganlar. Agar sizda amputatsiya, ko'rish qobiliyatini to'liq yo'qotish, og'ir ruhiy kasalliklar kabi qaytarilmas va og'ir nogironlik mavjud bo'lsa, bu holat hujjatlar bilan to'liq tasdiqlangan bo'lsa, sizni qayta ko'rikka chaqirishlari ehtimoli juda past. Bunday holatlar odatda muddatsiz nogironlik guruhiga kiradi va tibbiy jihatdan sezilarli yaxshilanishga moyil emas. 3. Nogironlik guruhiga ko'ra muntazam ravishda qayta ko'rikdan o'tganlar. Agar sizning nogironlik guruhingiz muntazam ravishda, masalan, har bir 2 yoki 5 yilda qayta ko'rikdan o'tishni talab qilsa va siz buni o'z vaqtida amalga oshirib kelayotgan bo'lsangiz, sizni qo'shimcha chaqirishlari ehtimoli kam. TME xulosalaringiz yangi va aktual bo'lsa, siz xotirjam bo'lishingiz mumkin. 4. Ma'lumotlarni muntazam yangilab turuvchilar. Agar siz yashash joyingiz, sog'lig'ingizdagi o'zgarishlar yoki ishga joylashganingiz haqida pensiya jamg'armasini o'z vaqtida xabardor qilib turgan bo'lsangiz, demak siz tizim uchun shaffofsiz va sizga savollar tug'ilishi ehtimoli kam. Ikkinchi asosiy qism. Qoidalardan istisnolar, qaltis nuqtalar va noaniq jihatlar. Bu bo'limda biz faqatgina umumiy qoidalarga emas, balki ba'zida maxsus holatlarga, tizimning nozik tomonlariga va siz e'tibordan chetda qoldirmasligingiz kerak bo'lgan muhim detallarga to'xtalamiz. Qoidalardan istisnolar 1. Ba'zi nogironlik guruhlari uchun qayta ko'rikdan ozod qilish qonunchilikka muvofiq. Ba'zi og'ir va qaytarilmas kasalliklar bilan bog'liq bo'lgan nogironlik holatlarida, shuningdek muayyan yoshga yetgan, masalan erkaklar uchun 60 yosh, ayollar uchun 5 yosh, iri guruh nogironligi bo'lgan shaxslar uchun qayta ko'rikdan o'tish talab etilmaydi. Bu shuni anglatadiki, agar sizning holatingiz ushbu mezonlarga mos kelsa va sizda tegishli TMEK xulosasi bo'lsa, sizni ertaga komissiyaga chaqirishlari ehtimoli deyarli nolga teng. Biroq bu har doim ham to'liq kafolat emas. Chunki agar sizning hujjatlaringizda jiddiy nomuvofiqliklar aniqlansa yoki firibgarlik shubhalari paydo bo'lsa, istisnolar istisno qilinishi mumkin. Shuning uchun hujjatlaringizning tartibli ekanligiga va ma'lumotlarning dolzarbligiga ishonch hosil qiling. 2. Dastlabki tibbiy ko'rik natijasida birinchi marta nogironlik tayinlanganda. Agar sizga yaqinda, ya'ni birinchi marta nogironlik tayinlangan bo'lsa va bu tibbiy ko'rik barcha qoidalar va zamonaviy talablar asosida o'tkazilgan bo'lsa, sizning holatingiz darhol qayta ko'rib chiqilmaydi. Chunki siz allaqachon barcha bosqichlardan o'tib, yangi ma'lumotlar bazasiga kiritilgansiz. Yangi nogironlik guruhlari berishda qabul qilingan tizim avvalgiga nisbatan ancha shaffof va raqamlashtirilgan. Qaltis nuqtalar va noaniq jihatlar. Bin xabarnomalarni e'tiborsiz qoldirish, pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya agentligi yoki TMEKdan kelgan xatlar, qo'ng'iroqlar, SS xabarnomalarini hech qachon e'tiborsiz qoldirmang. Hatto xabarnoma tushunarsiz yoki sizga tegishli emasdek tuyulsa ham, darhol aniqlik kiritishga harakat qiling. Ularni e'tiborsiz qoldirish sizning pensiyangizni to'xtatib turish yoki bekor qilishga olib kelishi mumkin bo'lgan jiddiy oqibatlarga olib keladi. Odatda xabarnomalarga javob berish uchun muayyan muddat beriladi. Bu muddatga rioya qilmaslik sizning holatingizni yanada murakkablashtiradi. 2. Hujjatlarning yo'qligi yoki eskirganligi, tibbiy hujjatlaringizni, jumladan tibbiy xulosalarini, kasallik tarixi ko'chirmalarini, so'nggi tibbiy ko'riklarning natijalarini har doim tartibli va yangi holda saqlang. Agar sizni komissiyaga chaqirishsa-yu, siz o'z holatingizni tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim eta olmasangiz, bu sizning haqingizda salbiy fikr paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Ba'zi hollarda eskirgan yoki tartibsiz hujjatlar sizning nogironlik statusingizni qayta ko'rib chiqish uchun asos bo'lishi mumkin. 3. Huquqlarni bilmaslik va yolg'on ma'lumotlar. Komissiya oldida o'zingizning huquqlaringizni bilmaslik sizning holatingizga nisbatan noto'g'ri qaror qabul qilinishiga olib kelishi mumkin. Shuningdek, qandaydir foyda olish maqsadida yolg'on ma'lumot berish yoki mavjud faktlarni yashirish bu qonunbuzarlik hisoblanadi va jiddiy javobgarlikka tortilishga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, agar siz daromadga ega bo'lsangiz, buni yashirsangiz va bu pensiya jamg'armasiga ma'lum bo'lsa, siz nafaqa olish huquqidan mahrum bo'lishingiz va ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarishga majbur bo'lishingiz mumkin. 4. Vositachilarning yordami. Afsuski, nogironligi bo'lgan shaxslarning zaifligidan foydalanib, ularga yordam berishni va'da qiladigan firibgarlar ham uchrab turadi. Ular sizning masalangizni hal qilish uchun pul talab qilishlari mumkin. Bunday shaxslarga aslo ishonmang. Barcha masalalarni faqat rasmiy organlar
pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya agentligi, tamaga va shifoxonalar orqali hal qiling. Ularning xizmatlari bepul. Pul evaziga yordam taklif qiluvchilar sizni qonunbuzarlikka undayotgan bo'lishi mumkin. 5. Oilaviy tarkib yoki daromadlardagi o'zgarishlar. Ba'zi ijtimoiy nafaqalar, masalan, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan nafaqalar oilaning daromadi yoki tarkibiga bog'liq bo'ladi. Agar sizning oilaviy holatingiz o'zgarsa, masalan, oila a'zosi ishga joylashsa, daromadlari oshsa, turmush qurmasa va hokazo, bu ham sizga berilayotgan nafaqani qayta ko'rib chiqishga sabab bo'lishi mumkin. 6. Raqamli tekshiruvlar. Bugungi kunda hukumat idoralari o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi juda keng yo'lga qo'yilgan. Bu degani, sizning bankdagi hisobingizdan tortib, davolanish tarixingizgacha barcha ma'lumotlar turli idoralar tomonidan taqqoslanishi mumkin. Misol uchun, agar siz sog'lig'ingizdagi jiddiy muammo sababli nogironlik olgan bo'lsangiz, sog'liqni saqlash tizimi ma'lumotlar bazasida sizning holatingizda sezilarli yaxshilanish kuzatilganligi aks etsa, bu ham sizni komissiyaga chaqirish uchun asos bo'lishi mumkin. Amaliy maslahatlar: tomoshabin nima qilish kerak? Xavotirga tushmang, lekin tayyor bo'ling. Mana sizga aniq qadamlar va ko'rsatmalar. 1. Muntazam ma'lumotlardan xabardor bo'ling. Rasmiy xabarlarni kuzatib boring. Pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya agentligi, Sog'liqni saqlash vazirligining rasmiy veb-saytlari va ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarni muntazam tekshirib turing. Ular ko'pincha o'zgarishlar va yangiliklar haqida ma'lumot berishadi. Mahalliy yangiliklar. Gazetalar yoki televideniya orqali e'lon qilinadigan xabarlarni ham nazorat qiling. Ba'zi o'zgarishlar dastlab hududiy darajada joriy etilishi mumkin. Yuridik maslahatlarni o'qing. Agar tushunmaydigan yangi qonun yoki qoidalar chiqsa, malakali yuristlarning sharhlarini o'qing yoki ulardan maslahat oling. Hujjatlaringizni ko'rib chiqing va tartibga keltiring. Bu eng muhim qadamlardan biridir. Pasport, ID karta, yaroqlilik muddatini tekshiring. Agar eskirgan bo'lsa, yangilashni unutmang. Pensiya guvohnomasi mavjudligiga va ma'lumotlari to'g'riligiga ishonch hosil qiling. Nogironlik guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, qayta ko'rik muddati bor yo'qligini tekshiring. Agar muddati tugab borayotgan bo'lsa, oldindan demak murojaat qilishni rejalashtiring. Tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi. Bu nogironlikning asosiy hujjatidir. Undagi ma'lumotlar to'g'ri va tushunarli ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar iloji bo'lsa, nusxasini o'zingizda saqlang. Tibbiy kartochka va kasallik tarix ko'chirmalari. O'zingizning poliklinikangiz yoki davolanadigan shifoxonangizdagi tibbiy kartochkangizda barcha kasallik tarixingiz, tekshiruvlar, o'tkazilgan operatsiyalar va davolash kurslari haqidagi ma'lumotlar to'liq qayd etilganiga ishonch hosil qiling. So'nggi tibbiy ko'riklarning xulosalari, analiz natijalari, dorilar retseptlari va shifokor tavsiyalarini jamlab oling. Bu hujjatlar komissiya oldida sizning holatingizni tasdiqlash uchun muhim dalil bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchasi, agar ishlayotgan bo'lsangiz yoki ish stajingiz bor bo'lsa, agar siz nogironlik nafaqasi olsangiz, ayni paytda ishlayotgan bo'lsangiz, mehnat daftarchangizning rasmiy ekanligiga va undagi ma'lumotlar to'g'ri aks ettirilganiga ishonch hosil qiling. 3. Vakolatli organlarga murojaat qiling. Agar sizga chaqiruv xati kelsa yoki qo'ng'iroq bo'lsa, uni aslo kechiktirmang. Darhol pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limiga, ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'limiga yoki TMEKga murojaat qiling. Telefon raqamlari va manzillarni oldindan aniqlab oling. Murojaat sababini aniqlang. Sizdan nima sababdan chaqirilayotganingizni, qanday hujjatlar talab qilinishini va komissiyaning maqsadi nimadan iborat ekanligini so'rang. Bu savollarga aniq javob olishga harakat qiling. Nima uchun aynan men degan savolni qo'rqmasdan bering. Komissiyaga tayyorlaning, barcha hujjatlarni yig'ing. Yuqorida sanab o'tilgan barcha hujjatlarning asl nusxasi va ulardan bir nechta nusxalarni tayyorlab qo'ying. Hech qachon hujjatlaringizning asl nusxasini hech kimga bermang, faqatgina nusxalarini taqdim eting. Asl nusxalar faqatgina ko'rsatish uchun kerak bo'ladi. Yaqinlaringizdan biri bilan boring. Agar sizning sog'lig'ingiz bu imkon bermasa, sizga ishonadigan yaqin kishingizni, farzandingiz, turmush o'rtog'ingiz, ukangiz, singlingiz, o'zingiz bilan olib boring. U sizga ruhan dalda berishi, kerak bo'lganda sizning so'zlaringizni tasdiqlashi yoki komissiyaning savollariga javob berishingizga yordam berishi mumkin. Ba'zi hollarda yaqin kishingiz sizning huquqlaringizni himoya qilishda ham yordam berishi mumkin. Holatingizni aniq tushuntiring.
komissiya oldida o'zingizning sog'lig'ingiz, kasalligingizning ta'siri va kundalik hayotingizga qanday ta'sir qilishini ochiq va samimiy tushuntiring. Hech narsani yashirishga urinmang, lekin o'zingizni ortiqcha yomon ko'rsatishga ham urinmang. Faktlarga asoslanib gapiring. Qarorlarni yozma shaklda so'rang. Komissiya yakunida qabul qilingan har qanday qarorni yozma shaklda taqdim etishlarini so'rang. Bu kelajakda sizning huquqlaringizni himoya qilish uchun muhim hujjat bo'ladi. Shikoyat qilish huquqini biling. Agar siz komissiya qaroridan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organlarga, masalan, Ijtimoiy himoya agentligining markaziy apparatiga, Vazirlar Mahkamasiga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz borligini unutmang. Shikoyat qilish muddatlarini bilib oling. 5. Ma'lumotlarni o'z vaqtida yangilab turing. Manzil o'zgarishi. Agar yashash manzilingiz o'zgarsa, bu haqda pensiya jamg'armasiga darhol xabar bering. Sog'liq holatidagi o'zgarishlar. Agar sizning nogironlikka olib kelgan kasalligingizda sezilarli yaxshilanish kuzatilsa yoki aksincha holatingiz yomonlashsa, bu haqda TMGga yoki poliklinikaga murojaat qilib, tegishli tibbiy xulosalarni olishga harakat qiling. Ishga joylashish yoki daromad manbalarining o'zgarishi. Agar siz nogironlik nafaqasi olgan holda ishga joylashsangiz yoki qo'shimcha daromad manbalariga ega bo'lsangiz, bu haqda pensiya jamg'armasiga ma'lum qiling. Aks holda sizga ortiqcha to'langan mablag'lar qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Qayerga borish kerak? Mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limi. Pensiya va nafaqalar bilan bog'liq har qanday savol, xabarnoma va murojaatlar uchun Ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'limi. Ijtimoiy himoya choralarini amalga oshirish va ba'zi nafaqalar bo'yicha murojaatlar uchun tibbiy mehnat ekspert komissiyasi. Nogironlikni aniqlash yoki qayta ko'rikdan o'tish uchun odatda viloyatlarda va Toshkent shahrida o'z bo'limlariga ega poliklinika, shifoxona, tibbiy hujjatlar, kasallik tarixi ko'chirmalari va shifokor xulosalar uchun nima yozish kerak? Agar sizdan tushuntirish xati yoki ariza yozish talab etilsa, uni aniq, qisqa va faktlarga asoslangan holda yozing. Emotsiyalarga berilmasdan faqatgina haqiqiy ma'lumotlarni bayon eting. Sizning holatingizni tasdiqlovchi barcha hujjatlarni ilova qiling. Ariza nusxasini va uning qabul qilinganligini tasdiqlovchi hujjatni ro'yxatdan o'tkazish raqami bilan o'zingizda saqlashni unutmang. Xulosa, hurmatli tomoshabinlar, bugungi videomizda biz sizni nafaqaxo'rlar duch kelishi mumkin bo'lgan jiddiy chaqiriqlar haqida ogohlantirdik. Unutmangki, har bir fuqaroning burchi o'z huquqlarini bilish va majburiyatlariga mas'uliyat bilan yondashish. Shaffoflikka va adolatga intilayotgan jamiyatda har birimiz o'z hissamizni qo'shishimiz kerak. Xavotirga tushish o'rniga vaziyatga jiddiy yondashing va yuqorida aytilgan amaliy maslahatlarga rioya qiling. Bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Savollaringiz bo'lsa, ularni ham bemalol bering. Videomizni do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan baham ko'ring. Zero bu ma'lumotlar kimningdir hayotini yengillashtirishi mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha